Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun Toshkent viloyati institutlariga kirish ballari bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni Toshkent shahridagi joylashgan universitetlarni ko'rib chiqqan edik. Endi bugun Toshkent viloyatida joylashgan institutlarni ko'rib chiqamiz. Ho'p. Videoni boshlashdan oldin sizlarga tavsiya qilib ketaman. O'zimni Telegram kanalim, Telegram ekramiz hammamiz. Va Bahodirjon qilib qattiq X bilan yozinglar. Ostki chiziqcha Mullajonov davomi. Bahodirjon, ostki chiziqcha Mullajonov desanglar, Bahodirjon deb kimdir yozyapti ham qoyili. Ha, o'zim noto'g'ri yozibman. Mana R qolib ketmasin. Bahodirjon Mullajonov mana bunaqa rasmda. Mana Telegram kanalim, mana rasmi 2640 ta odam bor ekan. Mana shu Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. ITning eng foydali bilimlari mana shu Telegram kanalda bo'ladi. Bu kanalga obuna bo'lishingiz sizga ham menga ham foydali bo'ladi. Xo'p, bunga obuna bo'lgan bo'lsanglar, xo'p, qani ketdik. Birinchi, istalgan qidiruv tizimiga kiringlar. Google'mi, Yandexmi farqi yo'q. Safarimi qizig'i yo'q. Telefoningizmi, kompyuterdan. O'zizdan ko'rishni o'rgatib qo'yaman boshida. Ya'ni bundan ham o'qib ko'rsatib beraman. Ballarni, eng past ballarni, siz o'zingizdan keyinchalik ko'raverasiz. Va qidiruv joyiga yozasizlar. Birinchi, xususiy universitetlar deb yozinglar. Shunda to'pda tepada chiqadi. Xususiy universitetlar desangiz, mana boshida xususiy universitetlar ro'yxati, litsenziyaga ega universitetlar va buniki ham o'zgarib turar ekan. Va bizda mana qarang, hozir menda уже 5-da chiqyapti, oldin 3-da chiqyapti. Mana uzbmb.uz sayti bor, bilim va baholarni baholash agentligi. Oldingi test markaz, hozir bilimlar va malakalarni baholash agentligi. Shuni saytiga kirib olamiz mana. Va kirganingizda, xo'p, menda saytda e, muammo bormi yoki xos ko'ramiz yoki boshqa anaqadan kirib ko'raymi? Oldin kirganimda ham mana shunaqa muammo bo'ldi. Vaqtini o'zgartirib ko'rishinglar kerak shekilli, chunki bu nima deydi? A, ko'p nagruzka bo'ladigan sayt mana kirdi. Qayta o'rnini ko'rishingiz kerak ekan. Va qarang, mana bu sayt xususiy universitetlar deb qidirganda mana uzbmb.uz saytiga kirib olamiz. Eski test markaz bilim va malakalarni baholash agentligining sayti. Va qarang, Toshkent shahri ochiladi avtomatik va mana yashilda turgan mana davlat deb turganlar bu davlat universitetlari. Bunga kirib siz har bir yo'nalishda kechki, kunduzgi hammasini kirish va o'tgan yilgi kirish ballarini ko'rishingiz mumkin. 25, 24 undan oldingi yillari. Mana bu sarig'ida turganlar bo'lsa, bu xususiy universitetlar. Bunga kirib siz yo'nalishlarni va kontrakt narxlarini ko'rishingiz mumkin. Endi albatta xususiy universitetlarda ko'pida ball ko'rinmaydi ham. Bu nima deydi? Xususiylarga kirish osonroq, hamma biladi buni. Asosan bu yerda siz ko'rishingiz kerak bo'lgan xususiyga qiziqsangiz, kontrakt pulini ko'rishingiz kerak. Chunki ba'zi xususiy universitetlar kontrakti juda baland. Va shu joydan mana qarang. Tepada mana qaysi viloyat sizga Andijon viloyati institutlari kerak bo'lsa mana yoki Jizzax, Samarqand mana shaharlarga qarab, viloyatlarga qarab bo'lingan. Samarqand bo'lsangiz, mana Samarqand universitetlari chiqadi. Ho'p, bugungi viloyat videomiz Toshkent viloyati haqida. Men Toshkent viloyatini bosdim va bizda qarang mana sariqlarga kirmaymiz. Bu xususiy universitetlar va yashillarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi Chirchiq davlat pedagogika universiteti. Ho'p, bunda mana yo'nalishlar ko'p. Birinchi men faqat qarang mana amaliy matematika mana yerda kunduzgi o'zbekcha yozilgan bo'ladi. Kunduzgi ruschasi bu ruscha yo'nalish va kechki va sirtqida bo'lingan bo'ladi. Men faqat kunduzgi o'zbekchalarni ko'raman. Sizga kunduzgi ruscha yoki kechki yoki sirtqi kerak bo'lsa, uni o'zingiz ko'rib olasiz saytga kirib. Men tushuntirdim. Sizlarga qanaqa kirishdi. Endi amaliy matematika mana Chirchiq davlat pedagogika universitetida mana 97.9 bo'lgan ekan kirish balli. Kontraktda kirish ballarini aytibman. Matematika, fizikada imtihon. Endi keyingi yo'nalish, men tumanlarga nisbatan ko'rmayman. Axborot texnologiyalari va tizimlari 64.3 ball bo'lgan ekan. Matematika, fizikada imtihon mana. Axborot texnologiya tizimlari juda past. Biologiya 132.1 bo'lgan ball, biologiya kimyodan, biologiya balad bo'lgan. Hop, boshlang'ich ta'lim. Boshlang'ich ta'limda boshqacha tillari bor ekan. Tojikchasi 71.5 bo'lgan, ona tili matematika imtihon bo'ladi. Qozoqchasi 67 bo'lgan va o'zbekchasi 117.5 bo'lgan ona tili matematikani ko'ryapsiz. O'zbekcha boshlang'ich ta'lim qanaqa balandligini. Bunda axborot texnologiyani informatika o'qituvchisi bo'lib chiqqan menimcha yaxshiroq emasmikan deb o'ylayman. Mayli, hammani o'zini fikri. Dizayn, interyer dizayni bu kasbiy ijodiy imtihon bo'ladi. Shuning uchun ijodiy imtihoni borlarga to'xtalmayman. Ularni o'zini
ijodiy bo'ladi universitetda o'zidan baland turlicha ko'tarilib pastlaydi. Ho'p, ekologiya 74 bo'lgan ekan, kimyo biologiyadan imtihon. Ho'p, keyingi betga o'tamiz. Fizika 65 bo'lgan, fizika matematikadan imtihon. Geografiya 67,1 bo'lgan, geografiya matematikadan imtihon. Inson resurslarini boshqarish 68,2 ball bo'lgan, matematika chet tilidan imtihon. Iqtisodiyot 95,5 bo'lgan, matematika chet tilidan imtihon. Mana iqtisodni balli ko'ryapsiz, boshlang'ichdan past bo'lgan Chirchiq davlat universitetida. Ajoyib-a? Bankirdan boshlang'ich o'qituvchini kirishi osonroq bo'lyapti universitetda. Xo'p, jismoniy madaniyatda ijodiy imtihon bo'ladi. Kimyo 56,9 kirish balli bo'lgan kimyoda, hattoki kimyo matematika eng past ball bo'lgan kimyo yo'nalishida. Maktabgacha ta'lim. O'zbekchasini ko'raman faqat 79,7 bo'lgan, biologiya ona tilidan imtihon. Xo'p, matematika 123 bo'lgan, matematika fizikadan imtihon. Maxsus pedagogika, logopediya 95,4 bo'lgan, biologiya ona tilidan imtihon. Maxsus pedagogika, ologofrenopedagogika 72,3 bo'lgan, biologiya ona tilidan imtihon. Maxsus pedagogikadan surdopedagogika bunda 78,8 bo'lgan, biologiya ona tilidan imtihon. Yana surdo tarjimonlik faoliyati 58,8 bo'lgan. Ijodiy bor ekan lekin bunda. Menejment yo'nalishi 96,1 bo'lgan, matematika chet tilidan. Milliy g'oya ma'naviyat asoslari huquq ta'limi 107,7 bo'lgan, tarix ona tilidan imtihon. Musiqa ta'limi ijodiy bo'ladi. O'zbek tili adabiyoti 150,7 bo'lgan, ona tili chet tilidan imtihon. Xo'p, pedagogika yo'nalishi 88,6 bo'lgan, tarix ona tilidan imtihon. Sun'iy intellekt 58,6 bo'lgan, matematika fizikadan imtihon. Mana sun'iy intellekt qiziqsanglar bo'ladi. Juda past ballar bo'lgan. Yangi yo'nalish bo'lgani uchun hamdir, bilmadim, bu yil sal ko'tarilsa kerak. Tarix 111 bo'lgan ball, tarix geografiyadan imtihon. Tasviriy san'at ijodiy bo'ladi. Texnologik ta'lim 57,5 bo'lgan, fizika matematikada imtihon. Turizm mehmondo'stlik 109,9 bo'lgan, tarix chet tilidan imtihon. Keyin ingliz tili 173,1 bo'lgan, ingliz tili ona tilidan imtihon. Xo'p, xorij tak. Nemis tili, fransuz tillar bali ko'rinmayapti bu yil. Xo'p, keyingi universitetga o'taman. Menda keyingi universitet, mana Toshkent viloyatiga o'tib olishimiz kerak. Cyber University. Cyber University bu davlat universitetimi, xususiy emasmikin bu? Davlatniki bo'lsa kerak-da. Mayli, dastur injiniring, amaliy matematika va algoritmlash yo'nalishi matematika fizikadan imtihon ekan, bali ko'rinmagan. Chunki bular menimcha qabul endi bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Bilmadim, ballar nimagadir ko'rsatilmagan. Iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot yo'nalishi bor ekan, matematika chet tilidan imtihon. Kiber xavfsizlik, internet ashyolari xavfsizligi. Tak, matematika fizikadan imtihon. Tizim va tarmoq xavfsizligi bo'yicha kiber xavfsizlik. Matematika fizikadan imtihon. Kompyuter injeneriyasi, sun'iy intellekt, matematika fizikadan imtihon. Ballar yo'q, ko'rinmagan. Yurisprudensiya bo'yicha kiber huquq bor ekan. Davlat huquq huquq bilan chet tildan bo'lar ekan. Ajoyib. Yurisprudensiya, raqamli kriminalistika bo'yicha ham huquq va chet tildan imtihon bo'lar ekan. Mana juda zo'r yo'nalishlar. Ajoyib. Xo'p, keyingi universitetga o'taman. Toshkent davlat agrar universiteti. Ho'p, bunda yo'nalishlar ko'p. Agrokimyo va tuproqshunoslik 82,8 bo'lgan, biologiya kimyoda imtihon. Agromuhandislik 56,7 kirish balli bo'lgan ekan, matematika fizikadan imtihon. Agronomiya 81 bo'lgan, biologiya kimyodan. Atrof muhit muhandisligi 56,9 bo'lgan, kirish balli deyarli kimyo biologiyadan. Axborot tizimlari va texnologiyalar 77 bo'lgan, matematika fizikadan imtihon. Biotexnologiya 117,2 bo'lgan, biologiya kimyodan imtihon. Biznesni boshqarish 117 bo'lgan, matematika chet tilidan. Buxgalteriya hisobi masofaviy emas. Mana kunduzgi o'zbekchasi 115,6 bo'lgan, matematika chet tilidan. Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 94,4 bo'lgan, biologiya kimyodan. Ekologiya 74 bo'lgan, kimyo biologiyadan. Elektr muhandisligi 56,8 kirish balli bo'lgan, fizika matematikadan. Ipakchilik va tutchilik 72,2 bo'lgan, biologiya kimyodan. Tutchilikni balini ko'ryapsizlarmi, balandligini? Hamma tutchilik kirib ketaman. Tavakkalchilar tutchilikka topshiradi, bal ko'tariladi. Iqtisodiyot 122,9 bo'lgan, matematika chet tilidan. Xo'p, logistika
114 bo'lgan matematika chet tilidan. Metrologiya iqlimshunoslik 59.8 bo'lgan matematika geografiyadan. Meva sabzavotchilik va uzumchilik 76.5 bo'lgan biologiya kimyodan. O'rmonchilik aholi yashash joylarini ko'kazamlashtirish 74.6 bo'lgan biologiya kimyodan. O'simlik himoyasi va karantini. Ho'p, o'simlik himoyasi va karantini. Uh, 62 bo'lgan kimyo biologiyadan. Oziq-ovqat texnologiyasi 71 bo'lgan kimyo biologiyadan. Qishloq xo'jaligi ekinlar seleksiyasi va urug'chiligi 83.7 bo'lgan biologiya kimyodan. Imtihonlar fanlarni aytyapman. Bu kirish imtihonlari nima fandan bo'lishi. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash 57.7 bo'lgan matematika fizikadan. Suv bioresurslari va akvakultura 75.4 bo'lgan biologiya kimyodan. Texnologik jarayonlar ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 56.7 kirish bali bo'lgan fizika matematikadan. Tuproq bonitirovkasi va yer degradatsiyasi 71.1 bo'lgan biologiya kimyodan. Veterinariya meditsinasi 94.6 bo'lgan biologiya kimyodan. Veterinariya sanitariya ekspertizasi 94.7 bo'lgan biologiya kimyodan. Yer kadastri yer tuzish 65.6 bo'lgan matematika fizikadan. Zoo injineriya 77.4 bo'lgan biologiya kimyodan. Ho'p, keyingi universitetga o'tamiz. Ho'p, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. Bu yerda lekin bu hamma fanlar ijodiy bo'ladi. Ijodiy bo'lsa ham balni aytib qo'yadi. 128.4 bo'lgan ekan adaptiv jismoniy va tarbiya va sport. Sport faoliyati akademik ishga kirishsiz 164.8 bo'lgan ekan. Ijodiy ballar qanaqa qo'yiladi bilmayman. Bu, menimcha buni hammasi ijodiy bo'lsa, ijodiy bo'lmaganini qarab ko'raman. Ammo sport faoliyatlari hammasi ijodiy imtihonlarda. Kibersport bor ekan. Bu ham ijodiy ekan. Tak, hammasi ijodiy imtihon. Hop, to'g'ri tushunmayman. Ijodiy bular qanaqa hisoblashini ballarini, shuning uchun ijodiylar balini o'qimayman. Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali bor ekan bizda, Toshkent viloyatida. Hop, bunga kiramiz. Tak, yo'nalishlar bor ekan. Atrof muhit muhandisligi 56.8 kirish bali bo'lgan ekan kimyo biologiyadan. Elektr muhandisligi 56.8 fizika matematikadan kirish bali bo'lgan ekan. Foydali qazilma konlar geologiyasi 57.7 deyarli kirish bali fizika matematikadan. Kimyo muhandisligi 57.1 kimyo matematikadan juda past bo'lgan. Konchilik elektromexanikasi 56.7 kirish bali bo'lgan fizika matematikadan. Konchilik ishi tak 57.6 fizika matematikadan deyarli kirish bali. Metallurgiya texnologiya metallar texnologiyasi 56.7 kirish bali bo'lgan matematika fizikadan. Hamma yo'nalishga kirish bali chiqyapti. Tak, metallurgiya muhandisligi 57 bo'lgan kimyo matematikadan. Texnologik mashinalar va jihozlar 56.7 kirish bali bo'lgan matematika fizikadan. Mana shu universitetda olmaliqliklar, Toshkent viloyatliklar anaqa belgilab qo'yiladi. Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali. Toshkent viloyatida joylashgan va juda ballar kirish bali bo'lgan ekan hamma yo'nalishda. Topshirib ko'rsanglar kirish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Xo'p, biz endi keyingi universitetimiz Toshkent tibbiyot akademiyasi Chirchiq filiali. Davolash ishi 168.7 bo'lgan biologiya kimyodan. Men tumanlarga nisbatan ko'rmayman. Faqat yo'nalishlar o'zini ko'raman. Farmatsiya 124.3 bo'lgan kimyo biologiyadan. Pediatriya ishi 166.7 bo'lgan biologiya kimyodan. Xo'p, psixologiya ham bor ekan. 84.9 bo'lgan biologiya ona tilidan. Lekin ballar baland. Endi O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti qoshidagi Angren xorijiy tillar fakulteti. Bunda ingliz tilini ko'ramiz. Ingliz tili ruschasi 133 bo'lgan. Vau, ruscha bu. Ingliz tili, ingliz tili rus tili imtihon bo'lsa kerak, lekin ball juda past. Endi o'zbekchasi albatta, o'zbekchasi ham past bo'lgan ekan. 146.2 ball bo'lgan ekan ingliz tili ona tilidan. Ko'rib olinglar.
Tak, rus tilini o'zi 119 uch bo'lgan. Xitoy tili 127 uch bo'lgan. Xitoy tili ruschasi 127 uch, o'zbekchasi 152 7 bo'lgan. Ну, ballar past qoyil. Angliya xorijiy tillar fakulteti. Xo'p, keyingisi Toshkent axborot texnologiya universiteti Nurafshon filiali. Menimcha bu yo'q, hozir qo'shilib ketgan, chiqmaydi bu. Keyingisi Xalqaro qishloq xo'jaligi universiteti bu chiqarkan. Agrobiznesni boshqarish. Bu Xalqaro qishloq xo'jaligi universiteti o'zbekcha bor ekan, kam ekan, lekin kunduzgi ingliz tili. Agroiqtisodiyot ingliz tilida ekan o'qish, matematika chet tilida. Ha, yangi yo'nalish shekilli. Ya'ni bali yo'q. Aql aqlli va barqaror qishloq xo'jaligi ingliz tilida. Biologiya, kimyodan imtihon. Mm, imtihon inglizchada bo'ladi-da, o'qishi ham. Mana o'zbekcha yo'nalish bor ekan, biologiya, kimyoda imtihon. Menimcha yangi yo'nalish bular. Biznesni boshqarish bor ekan, ingliz tilida. Matematika chet tilida imtihon va iqtisodiyot bor ekan. O'zbekchasi bor ekan, matematika chet tilida. Logistika, agrologistika ingliz tilida bo'lar ekan. Bu ham o'qish imtihoni matematika chet tilidan. Oziq-ovqatni boshqarish matematika chet tilidan. Xo'p, mayli, keyingi universitetga o'tamiz. Keyingi universitetim hozirgi Jahon tillar universiteti filiali. Yo'q, buni ko'rdim. Endi Nurafshon qishloq xo'jaligini ko'rdik. Toshkent axborot texnologiya universiteti Zarafshon fakulteti. Mana shu qolgan ekan. Hozir faqat masofaviy qolgan ekan. Dastur injiniring bor ekan. Yiliga 608 bo'lgan kirish. Bilmadim. Mm, Keyingisi Pharmaceutical Technical University. Xo'p, ingliz tilida bor ekan. Bu ham davlatnikimi, bilmadim, xususiymi, lekin logosdan, lekin davlat anaqasidan chiqyapti bu. Biokimyo, bio davlatniki bo'lsa, xususiy bo'lsa, lekin kontraktlar chiqardi. Bu yerda kontraktlar chiqyapti, lekin 35 million. Menimcha xususiy davlatniki qo'shilib qolgan bu yerda. Xato ketib qolibdi shekilli. Ho'p, man kontraktlarni o'qib beraman. Biokimyo kunduzgi ingliz tilida ekan, 35 million, biologiya, kimyodan imtihon. Biznesni boshqarish yo'nalishi bor ingliz tilida, matematika chet tilidan 30 million kontrakt, farmatsiya 35 million kontrakt, kimyo biologiyadan, sanoatni boshqarish kosmetika ingliz tilida, biologiya, kimyodan 25 million kontrakt. Hop, menimcha xususiy bu, katta ehtimol. Lekin mana bu yerda davlatga ketib qolibdi-da bu. Ho'p, menimcha Toshkent viloyat universitetlari yetarli. Hammasini ko'rib chiqdik. Sizda yana masalan, yo men Farg'onalik edim, yo Navoiylik edim. Menga Toshkent viloyati kerak emas, boshqa viloyat kerak past ballari desanglar, kommentga yozib ketinglar. Surxondaryo viloyati yoki Namangan viloyati deb yozsanglar bo'ldi. Men bu bo'yicha har bir viloyat bo'yicha video chiqaryapman. Sizlarga o'zingizga kerakli viloyatni videosini tashlab beraman. Videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Hammaga omad. Kontrakt emas, byudjetlarga kirib ketinglar. Omad tilayman hammaga.